10 kishilik temir so'rimizda arzonroq variantini so'ragan obunachilarimiz uchun ko'rishlari mumkin. O'z yurar temir so'rilarimizni mana shunday holatda bir o'zlaring xohlagan joylaringga olib qo'ysalaring bo'ladi. Razmerlari 245 ga 270 bo'lgan. Rossiyskiy sashna taxtalardan qilib berganmiz. 4 tala stoykalariga g'ildiraklar qo'yilgan. Hammasiga mana bunga o'xshagan tormozli balonchalardan qo'yib berganmiz. 4 talasini bitta bosib qo'ysalar hech qayerga ketmaydi. Xotirjam dam dostalaring bo'laveradi. Yana sizlarga bitta foydali tomoni, uylaringda mana bunga o'xshagan 6 yosh, 7 yosh farzandlaring bo'lsa ham bir o'zi xohlagan joylaringga surib qo'yaveradi. Shuni bitta ko'rsatib bering. Juda ko'pchilik ishonmayapti. Mana bemalol o'zi aylantirib yuraveradi. Ko'rishlari mumkin, hech qanaqa qiyinchiliksiz 3 yosh, 4 yosh bolalar harakat qilsa, olib qo'ysa bo'laveradi. Endi bu uylariga moslab, razmerlariga chiroyli tayyorlab berdik. Bundan kattalari ham, bundan kichkinalarini ham tayyorlab beraveramiz. Bu temir so'rimizning narxi akalar, oxirgi narxi 4.300.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz, g'ildiraklari ichida. Agar g'ildiraklar qo'yilmaydigan bo'lsa, 4 million so'mga vodiy bo'yicha dastavka qilib beraveramiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.